Assalamu alaykum ko'rurmanlar. Suhbat programımızga hoş geldinglar. Biz aslidagi plan bo'yicha bu qatim O'rkash davlat Ilshod Hasan efendimlarninki qatnashishi bilan biz dunyo vaziyati haqida Xitoyning kelgusi, undan boshqa Uyg'urlarninki yangi xalqaro tartibdagi o'rni qatorliq masalalar haqida keng ko'lamli bir muloyiza programmasi elib bormoqchi edik. Afsus, O'rkash davlat hokimizningki safar planida o'zgarish bo'lib qolganligi uchun bugun qatnasha olmaydigan bo'ldi. Alloh xolisa kelasi haftalarda biz qayta yuqoridagi temalarda keng ko'lamli bir programma urlashtirmoqchi. Bugun biz Ilshod Hasan akamiz bilan birlikda asosliqi Mashinro'yninki shu o'tgan hafta O'rta Osiyo qilgan ziyoratiningki keyniga nimalarning yushiringanligini va bu ziyoratninki nimadan derak berdiganligini ko'rdigan holda muloyiza ilib boramiz. Ilshodga xush keldingiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom hammanglarga. Rahmat. Ilshodga sizning xabaringiz bo'lgandek, o'tgan hafta Xitoyninki Şinjan Partikum sekretari, yine atanmış Şinjan Partikum sekretari Ma Xingroy ömek başlap O'rta Osiyo'dagi 3 davlatda ziyoratda bo'ldi. Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston. Bu ziyorat xalqaroniki diqqatini tortdi. Bo'libmi bu ziyoratdagi shu rayonlik bir hukumat boshliqlarininki Xitoyning rayonlik bir boshqaruvchisininki bu rayonda xuddi davlat boshliqlaridek, ya'ni diplomatiya qoidalariga bek uyg'un bo'lmagan shaklda yana kutib olinishi bu diqqatimni tortdi meninkimi. Masalan, Mashinro'yni To'qayev, Qozog'iston prezidenti To'qayev, O'zbekistonninki prezidenti Mirziyoyev, Qirg'iziston prezidenti Japarov qatorliqlar, undan boshqa bularninki ministrlari, baş ministerden tartib başqa ministerlargacha tang tush munosabatda kutib oldi. Sizningcha bu xil muomalaga erishishi, ya'ni Xitoyninki bir rayonlik hukumatiningki boshlig'ininki O'rta Osiyoda mushtaq muomalaga erishishi Xitoyninki rayondagi ta'sirininki naqadar kuchayganligini ko'rsatdi. Xitoy markaziy hukumati Mashinro'yga bu vazifani topshirishda nimalarni o'ylashgan bo'lishi mumkin. Oldi bilan shu ziyoratninki orqasiga nimalarning yushiringanligini bir tushunib o'tgan bo'lsak. Buldu. Oldi bilan Mashinro'y kim? Bu birinchi savol bo'lishi kerak shaxsan menimcha. Mashinro'y burun Xitoy hukumatida hamdi buning oq ko'rinishi oliy maktab o'qigan doktorlik unvoni ekan. Ham bu burun Xitoyninki havo bo'shlig'i, olam bo'shlig'i idorasining bosh ministr desak bo'ldi, direktor desak bo'ldi. Shu bosh bo'lgan. Amma degan vaqtida bir fan texnika oq ko'rinishi var. Shuningga yangi Mashinro'y chiqqan vaqtida ba'zi ahmoq Uyg'urlar bilimlik bir odam kelibdi deb xuddi bilimlik kelsa. Statistikami bir panda doktorlik unvoni bor deyman. Shu doktorlik unvoni bor. Shu deganim shu-da, doktorlik unvoni bo'lsa, xuddi bir bilim bo'lsa, odam bo'lgandek ba'zi ahmoq Uyg'urlar shu vaqtda umid kutdi. Onunki Uyg'urning bir gapi var. Alim bo'g'icha odam bo'l deydi. Odam bo'l deydi. O bilim bo'lsa odam bo'lmaydi. Shuningga Mashinro'y hamda oq ko'rinishi nayt bilimlik. Buni yetkazdim-u, menimcha birinchi bir maqsad shu, buning oq ko'rinishi orqali Xitoyninki bizning vatanda, ya'ni Sharq Turkistonda berayotgan milliy qirg'inchilikni padazlashga hamda bu siyosatninki yuzi Manda degan vaqtida Xitoyning bu milliy qirg'inchilik siyosatining yüzü bo'lib ko'rindigini burun Chenchuango bo'lsa, hozir Mashinro'yga almashdi. Chenchuango Xi Jinping uchun bir g'aljir isht. G'aljir isht. Uni kimni tishlar desa shuni tishlaydi. Mashinro'y bo'lsa bir tulkisi.
Manda degan vaqtida tulki xarakterlik bir ish bu. Yana bir aq ko'rinishi Xitoy matbuotlarida bo'libmi o Xitoy qarishi Xitoy shaxsiy mutaxassislarninki atalmış deyman men bularning ko'pinchisi asossizmi deydi. Ammo Mashinrininki Xi Jinpingning xotini Peng Liyuan xonim bilan yana bir ma'lilik, yana Bir yurtluq. bir yurtliq. Ba'zi Xitoyning Abqash departmantlari bo'yicha deganda bu mushu nemada ishlash jarayonida havo bo'shliq va olam bo'shliq idorasida ishlagan vaqtida ma'lum munosabat orqali Peng Liyuan bilan, ya'ni Xi Jinpingning xotini bilan tanishib, shu orqadan keyin uzun o'tmay Guangdong o'lkasiga bosh sekretar bo'lgan partiyumning uningdan keyin u yerdan hozir Sharq Turkistonga bo'ldi. Ham Sharq Turkistonga bosh sekretar bo'lgandan keyin Wang Lichuandan boshlangan yana bir narsa cho'qim siyosiy byurosining a'zosi bo'ladi. Bu demak buningki o'sish palampiyda yana bir qadam bir palampay ustiga mangadi. Shuning uchun buningki avtonom rayonga berib atalmish, avtonom rayonga yetkilib berilishi hammasi demak buningki siyosiy yo'li ichilganligi. Bu bir muhim adam bo'lib Xitoyninki mushu partiya sistemasida ko'rinadi. Shuning uchun albatta sizning savolga buningki nima uchun O'rta Osiyoga borgan vaqtida O'rta Osiyoning rahbarlari hammasi odatda diplomatiya qoidasi bo'yicha o'lka darajalik bir adam bo'lsa, o'lka darajalik ko'rishidi, jiqosi bir minister ko'rishidi. Ammo davlat bosh raisi ko'rishish bu benormal bo'ladi. Hamda alohida bir markazidan uchraganmiz. Ham demak, Mashinrining bu yerga borganda Qozog'istonning prezidenti To'qayevning ko'rishi amaliyotda bu yerda bir nozik bir yeri var. Meni hayron qoldirgan yeri. To'qayevning buni bilan ko'rishganda Xitoycha so'zlashishi. Odatda bir davlatninki shaxsan men Dunyo Uyg'ur qurultayining raislarininki mayli kim bo'lsin, bir Xitoy demokrat bilan bo'lsin, Xitoy bizni qo'llaydigan mustaqillikni qo'llaydiganlar bo'lsin, aldirab Xitoycha so'zlash bir davlatning raisi uchun rasmiy so'rinda menimcha degandek muvofiq bo'lmaydi deb qarayman. Chunki qarshi tarafning tili bilan o'z tili bilan so'zlab tarjimon qilib berish hamda shaxsiy ziyofatda o'taganda odatda bir ziyofat beradi rahbarlar. Uçakda so'zlashsa mayli. Uçakda hamda qarshi tarafninkiga ham sening tilingni bilma desa, menchi bo'ladi. Hamda azroq ash yeri menga hayron, ajoyib bir hayron tuyuldi. Mencha prezident To'qayevning bir ketkizib qo'ygan yeri deb qarayman, xatoligi. Bularda O'rta Osiyodagilarda o'sha o'zlik yangining tuvanligidanmi bu parlamentlarda ruscha so'zlab oldiganlar bog'yapti. Hamda bu cheklangan bo'lishi qaramay. Hamda balkim shu yeri ba deb qarayman men. O'zininki texnik kimligini butunlay qimmatini to'nib qurib bo'lamaganlik. Hamda boshqalarninkida tafsili ko'rib ketmadim. Demak, bu yerda buni ko'rishdiki, birinchi hamda Mashinrining oq ko'rinishini bir tanishtirdim qisqacha. Birinchi bu Xitoyning ishonchlik adami bo'libmi Xi Jinpingninki. Hamda diktator hokimiyatlarda Xitoylarninki bo'lsin mayli boshqa har qanday diktator hokimiyatda podshohning yoki bosh raisninki xotini bo'lgan kishining roli odatda bak cho'ng bo'ladi. Chunki har qanday diktator o'zining oilasidan boshqa hammani boshqarib hech kimga ishonmaydi. Boshqaruvda emas, hech kimga ishonmaydi. Uning yenidagi ishiltayotgan odamlari hammasi hamon bir kuni uningga qarshi chiqishi yoki uningdan qo'rqib boshqa bir nim bo'lib qolish ehtimoli bak cho'ng bo'ladi. Shuningga bular faqat o'zining xotiniga ishonadi. Mao Zedongmi xotiniga ishonadi. O'zining oshnasiga ishonadi, yenida turayotgan xizmatchi degan ama yoki kiniziki deyli, shuningga ishongan. Xi Jinpingmi balkim xotinini birinchi o'ringa qo'ydi. Hozir Xitoyninki matbuotlarida jiq bu to'g'riliq. Peng Liyuan boshqaradiki, xotini boshqaradiki degan gaplarmi bor. Ammo
Bu Ma Xinrui'ninki, bu Peng Liyuan'ninki, yani Xi Jinping'nin xotunninki yurttaşlık buluşu hamda bizning vatanning bu yerdagi eng muhim nimasi bizning vatanning jug'rofiyalik muhimligi, hozirgi dunyo vaziyatidagi o'rni. Bu Ma Xinrui'ninki O'rta Osiyoga borgan vaqtidagi alohida imtiyozga erishishidagi muhim omilninki asos qismi deb qarayman. Chunki bizning vatan hozir Yani siz bu yerde nukul Uyghur Abdunum Rayonunki sekreteri boğallık için emez, belki ak görünüşü, siyasi büronun əzası, hem Xi Jinping'in yakın edim boğallık için şuna bu hürmet gelişti demektir. Bu hürmet, yana birisi bizning vatanning muhimligi. Yana Sharq Turkistonninki de hamda Xitoyning har qanday bir o'lkasi hozirgidek Sharq Turkistondek dunyo siyosatininki ko'zi emas. Buni hargiz unutib qolmasligimiz kerak. Mayli Amerikaning parlamentdan o'tgan har qanday qonuni nima bilan o'tadi? Uyg'ur kishilik huquq qonuni, Uyg'ur majburiy emgak qonuni. Bizning vatanning ismida nima bor? Uyg'ur avtonom rayon bor. Mayli Angliyada o'tgan qonun olsun, mayli Fransiyaning parlamentida o'tgan, mayli Kanadaning parlamentida o'tgan, hammasinikida nima bor? Uyg'ur bor. Bu Uyg'ur bizning vatanni mayli Xitoyninki o Saxtipaz avtonom rayon bo'lsin, shu vaqtida amal yo'q, Uyg'ur avtonom rayon deb Uyg'ur qo'shilgan. Shuning uchun bu rayon hozir butun dunyoninki siyosiy sahnasidagi kuch sinash ham dunyodagi siyosatning bir markazi bo'lyapti. Bu markazni albatta biz qon, jon, erkinlik bilan bedel to'lab markaz qildik. Albatta bizning yoshlarimiz, qizlarimiz, ayollarimiz, erlarimiz, har bir siz, men hammamizninki mushuningda ko'rsatgan xalqarada tirishchanligimizninki natijasi bilan bu zamin dunyoning markazi bo'ldi. Endi buning yana bir dunyoning markazi bo'lishidiki, Xitoyning bir balvoq, bir yo'l, bir balvoq degan Xi Jinpingninki manda degan vaqtida Xi Jinping uchun eng ulug' bir projektisi. Bu projektisimi dengiz tarafdan asosan hozir to'silib minishga boshladi. Chunki muasirda qoldi shunda. Muasirda qoldi. Filipin o'ylab beqinglar. Filipin hozir burungi Filipinning prezidenti Marcosninki o'g'li chiqdi. Bu chiqqan vaqtida nayti o'xshamagan gaplarni qilgan. Chiqib bo'lib Amerikaga 3 harbiy bazani imzo qo'yib, Amerikani kel dedi. İmzo qo'yib bo'ldi. Filipin uning oldida sizlar o'ylanglar, Duterte degan bir prezident bo'lardi. Bu adash Amerikani qo'g'lab chiqarayotgan shu Amerikaninki bazasini. Undan keyin bir kun Xitoyga berib qo'shamat qildi, yana bir kuni qaytib kelib Xitoydan xafa bo'ldim deydi. Nayti turaqsiz bir siyosatlarni tutqandi. Madam chiqdi, Marcosning navrisi bu chiqdi, Xitoyga bordi, Xitoydan qaytib kelib Amerika bilan 3 bazaga imzo qo'ydi. Demak, Amerika bu yerda hamda askar kuchini kuchaytirdi Filipinda. Tayvanda burun askar yo'qdi, askar borligi aniq bo'ldi. Harbiy aviamatkasi Amerikaning Tayvan bo'g'zidan to'xtamay o'tyapti. Bu yerdagi harbiy kuchini kuchaytiryapti. Uningdan keyin Yaponiyadagini kuchaytiryapti. Asosan Amerika bütün harbiy kuchini hozir Osiyoga qarab Xitoyning dengiz tarafidagi yo'llarini to'sayapti. Shuning uchun men deganda qisqa aytsam, bir balvoq bir yo'lninki balvoq tugidi. To'saldi. Shuning uchun bularga bir yo'l qoldi. Bu yo'l ne? Quruqliqdan mangdigan Yevropaga tutashmoqchi. Bizning vatandan o'tadigan. Buningki endi balki Xitoyning bizga gapi bor, Chotobo deydi. Yana shu frontininki eng cho'ng qalasi deganga o'xshayib bermani. Buning boshlanish yo'li hamda bizning vatan eng nuqtaliq ham. Mayli Pokistondan kiradigan Qashqar bilan keladigan bu yo'l olsun, mayli Qozog'iston, O'zbekiston ma tarafdan G'ulja orqali kiradigan ma yo'l bo'lsin, ikkilisida bizning vatan yanala Xitoy uchun
stratejiyalik eng muhim bu şu bir yolunu davamlaştırışınınki eng muhim nokta. Şunun için yığın çaklap etken vaqtida Şarkı Türkistan budaki bu machinery'ninki Kazakistan, O'rta Asiyodagi safarining alayda imtiyozga erishishi birinchi hamda yakunlasam. Machinery'ninki alayda oq ko'rinishi. Xi Jinpingning ishonchlik bir adimi. Bu Tinchenko'ga o'xshamaydi. Tinchenko bir yerim yo'lda tanishgan manda degan vaqtida tanlagan bir g'alchisi. Ishiltib bo'ldi, g'aljir ishni ishiltib bo'ldi, tashlab mangdi. Chunki o ba'zida o'zini tishlab qolish ehtimoli bor bo'ladi. Uni tashladi. İkinciden machinery'ninki birinchi hamda ishonchlik adimi. İkinciden Sharq Turkiston siyosiy jihatdagi o'rni. Uchinchidan Sharqi Turkistonninki bir yo'l, bir balvoqning yo'l ustidagi eng muhim nuqtaliq o'rni bo'lganligidan machinery bu O'rta Osiyodagi safarida alayda imtiyozga erishdi. Bu alayda imtiyoz her bir Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston Cumhurbaşkanlarını tatip hammasi ko'rishib, alayda bir ko'rishlar bilan hashamatlik bir safarini manda degan vaqtida xuddi Xi Jinpingdek bir safar qilib keldi. Davlat başkanı kutib olgandek kutib oldi o. Kutib oldi. Shuningga bu alayda mushu 3 sabab meningcha buning keyindiki belki hamda buning ichida Xi Jinpingninki avatgan xeti bo'lishi mumkin. Yana birisi hamda bu yerda har qanday bir o'lkaninki siyosiy byurosining başlığı ülke derecelik eğer yani bir devletki bahsi mesela Kazakistan, Özbekistanlar berişten burun Xitayninki Tashqi ishlar ministerligi ularga aloqa qiladi, mandagadan boradi, manda narsalarni ko'tarib berishi mumkin. Biz siyosiy byurosidan buni tasdiqlagan u bu deb Xi Jinpingning uchurlaridan tatib yetkizgan. Menimcha yana buningda biz bilmaydigan muhim bir uçurlar bo'lishi mumkin. Hamda u uçurni analiz qilib baqaylik. Ikkinchi savolingiz bo'ldi, xo'sh. Ko'p rahmat. Siz degandek ikkinchi qadamda bu ziyoratning keyinda nima maqsadlarning borligini mulohaza qilishga arziydi deb o'ylayman. Mushu ziyoratdan keyin Qozog'iston hukumatining e'lon qilgan bayonoti bor, Qirg'iziston hukumatining, O'zbekiston hukumatining bor, ammo bayonotlar biroz yepiq. Nimalarning deyilganligi haqida aniq ma'lumot yo'q, faqat ikki tarafli hamkorlikning nihoyatda kuchaydiganligi ham bizning vatanniki, Sharq Turkistonniki bu davlatlar uchun eng muhim savdo sheriki hamrosi ekanligini, Xitoy bilan bo'lgan butun savdo munosabatninki bizning vatan orqali ilib berilganligini ta'kidlash bilan to'lgan. Endi biz navbatda Amerikaninki bizning rayonga qaratgan jazo siyosati, undan boshqa bizning rayondagi Sharq Turkistondagi Xitoy amaldorlariga bergan jazolari tufaylidan bu Amerika bizning Sharq Turkiston bilan Amerika o'rtasidagi savdoninki intayin tuvanlab ketganligini bilamiz. Masalan, o'tgan oyda tarixdagi eng tuvan chekka tushib 90% tuvanlab ketganining xabari chiqdi. Undan boshqa ilgirki Xitoy amaldori Tinchenko hozir Amerika, Yevropa davlatlariga borolmaydi, cheklangan. Buni yana bexatarlik masalasi qatorliqlarga bog'lab tahlil qilsak, masalan Amerika Afg'onistondan chiqib ketgandan keyin Afg'onistonda Taliban bilan bo'lgan munosabatni Xitoy kuchaytiryotdi. Ammo Taliban Xitoyga nisbatan ishonchlik hamroh emas. Faqat tutib turib, kontrol qilib boshqarishni o'ylayotgan bir kuch deb o'ylayman. Bu qatimqi ziyorat jarayonida chiqqan ba'zi xabarlarda shu gaplar bor. Ya'ni Afg'onistonda Amerika chiqib ketgandan keyin shakllangan bo'shliqda yana bu yerdagi qurolli kuchlarninki Uyg'ur bo'lgunchilar, terrorchilar deb atdi ba'zi xabarlarda. Bularninki shu O'rta Osiyo va Sharq Turkistonga sizib kirishning oldini olish degandek so'zlarmi mulohazalar qatorida bor. Sizningcha bu qatimqi ziyoratda iqtisodiy omil asosmi? Masalan, koronavirus tufaylidan taqilib savdolarninki berish kelishlarninki to'xtab qolganligini bilamiz o'tgan 2-3 yil mobaynida. Yoki bexatarlik tahdidi texmo kuchlikmi? Mushu
ziyoratni kendiga yushirgan omillarni bir muloyiza qilib baqsaq. Buldu. Birinchidan bir narsa aniq bo'lishi kerak. Har qanday diktator hokimiyatga iqtisodi birinchi bo'lmaydi. Xalqining oshqalamdi, paxtini satalamdi, satamamdi, o birinchi masala bo'lmaydi. Diktator hokimiyatga. Diktator hokimiyatga birinchi masala bo'ldig'ini o'zining hokimiyatining bexatarligi, muqimligi bu birinchi o'rinda turdi. Bu muqimlikni saqlashning usulining birisi ishki jihatdan dushman izlash, bu dushmanlarni bir chetdan oshqagan xalqini shu dushmanlarga selib uni yo'qotish. Shuning uchun yig'inchoqlab hamda bir ig'iz jumla bilan oldi bilan xulosalab Machinery'ning berishidagi iqtisodiy birinchi masala bo'lmaydi. Buning keyindagi siyosiy bexatarlik bular birinchi deb qarayman. Chunki agar iqtisodi birinchi bo'lgan bo'lsa, Xi Jinpingdek bir diktator 3 yilgacha yo'qdan yo'q butun xalqini mayli o'ziningki Shanxay bo'lsin, Wuhan bo'lsin, bir oy, 2 oygacha osh qolganlarni osh qo'yib, turmaga so'lab, hamma odamni har yalaga opirib, qiynab, iqtisodi bugun askeri Xitoyning zaten. Ama shuningdimi yana o siyosatini bir bo'shtish yo'q. Hammamiz bilamiz. Xitoyning siyosati iqtisodi qachon taraqqiy qilgan? Bo'sh qo'yib berganda taraqqiy qilgan. Atalmish islohot. Albatta o islohot yag'an islohot. Xitoyning islohoti emas, o hokimiyatning kommunistning. Oshqolgan xalq boshlagandan keyin majburiy amal yo'q, o'zini o'ngshash uchun ma'qul degan bir islohot. Ham shu davrida qo'shovoz kelyapti. Qo'shovoz? O'zimning ovoz o'zimga yem kelyapti. Men de undaq emas. Siz nima ichiqliq biyasizda bir YouTube yoki Facebook? Yo'q, hech nima ochiq emas. Bu abay yo'qdi, hozir paydo bo'ldi. Bo'ldi, men so'zlab berayim sizga. Sizga undan bo'lsa. Shuning uchun mana degan vaqtida iqtisodiy birinchi emas. Hamda buningki bexatarlik uchun nima degan vaqtida birinchi meningcha bu yerda bir kelishim bor deb o'ylayman. Shaxsiy o'zimninki ko'z tushim, meningki izlanishim. Birinchisi 2017'den başlangan milliy qirg'inchilikning tufaylidan burun biz bilan azroq orliq saqlab yoki bizga bo'lgan ba'zi bir uqishmasliklar bilan bizdan yiroq turgan qozoq qarindoshlar, boshqa qarindoshlar hammasi biz bilan birlashib minishga boshladi. Ma'lum darajada Qozog'iston bo'libmi Qozog'istonning Ostona yoki Olmaotada qozoq qarindoshlar, Uyg'urlar hammasi tang Xitoyning zulmi lagerlarni ichishni boshlagan. Buningda hamda ko'z yummaymiz, qozoq qarindoshlarning rolimi sal qarg'ini bo'lmaydigan alohida o'rinda turadi. Buning tufaylidan Xitoy buni qanday hal qilishni o'ylayotgan. Meningcha bu daqiqatimki berishi yang ostida balkim u yerda tutilgan qozoq qarindoshlarning qozoq ziyolilarini tadrijiy holda qo'yib berib Qozog'istonga chiqarib o'tish, Qozog'iston va'da berish, bularni yana davomli xalqaro so'zlashdan to'sab berish, gap qilg'izmaslik, shu orqali qozoqlar bilan bizning oramizdagi bu birlik qarindoshlikni yana qaytadan arish. Buningga moslashirganlarningki bir turkumlarningki chiqayotganligini men his qildim. Shaxsan men bo'libmi social media u bularga qarab menman, Twitter bo'libmi. Shuningdan men his qilyaptim. Tuyuqsiz Uyg'urning bilan qozoqning orasidagi talishning hojati yo'q savollarni so'raydigan o'zining ismini men qozoqdim deb oldiganlarmi Twitterda chiqamdi, uning kimligi qozoqmi, Xitoymi, uning aqsini hech kim bilmaymiz. Yag'anni hisobotmi. Ama muştala jiqiyotdi. Bu demaklik nima deganda Xitoy qayta taktikini ishlatayotdi. Bu Machinery'ning berishida birinchisi mushomiki deb qarayman. Uning oldida Chinchangoning vaqtidami bir necha yuz qozoq qarindoshlarimizninki masalan shimoldan arilib Sharq Turkistonning Qozog'istonga kelishiga bir qitim yo'l qo'ygan jiq qozoq qarindoshlar kelib oldi Qozog'istonga.
Bu da ketim kayılıp kalganlarını. Mening anlaşımçı mesela bazı Gulca'da 10 yıl, 15 yıl kesilgen Kazak ziyalilarını hemmisini üyege apırıp koyganның haberi var bende. Demek, bularni tedrici alda hatta pasport berimiz depti. Bularni koyup berip, Kazakstan'a çıkarıp etip, Uygur'unu birden bir nişan kılıp kaldırıp koyduğun, yoktırgan. Bunun da bu birincisi, menimce muşu oyununu, belki muşu doğruluk, kelişim tüzgen buluşu mümkün Kazakistan bilen. Çünkü Kazakistan'ın bir besim bu. Her kanda bir Kazak, kardeşimiz, ben Kazakistanlık. Ben Kazakistan gerejdanı. Şunun için Kazakistan hükümeti benim uruk tukunumның bexatarligi bularni akap berish mecburiyeti dese Kazakistan hükümeti bunundan kaçamaydı. Çünkü Kazakistan kurulgan vaqtida özleri degen bu zaman Kazak qarindoshlarninki ana vatani edip. Ana vatan bo'ldiki iyi chiqish kerak. Lazım, mecburiyeti. Şunun için manda degan vaqtida bu Xitoyninki budaqi mashinrining berishidagi yan astidagi bir sodaning birincisi deb o'ylayman. İkincisi hamdi bu Uygurlarni solavatgan türme, lagerlarni mangduzish uchun iqtisod kerak. O yilki iqtisodni yaxshilashning maqsadi emas. U yerda bir turkum Xitoy ko'chmanlar bor. Masalan, hozir balkim Uyg'urdan nopsi ishib ketgan bingtonliklar bor. Bularninki paxta asosan shulardan, pomidor shulardan. Bu yerdagi xalqning och qolgan yoki iqtisodni yaxshilash emas. Bu bingtonning bu yerda turib, bu yerdagi Uyg'urlarni milliy qirg'inchilik ep berish uchun bularga azroq qo'sig'i to'yg'idek bir nima chiqish kerak. Shuning uchun ikkinchisi yanılı şu zamanninki Xitoy uchun manfaat akilishiga sabab qilish uchun paxta, pomidorni Qozog'istonga chiqarib, Qozog'istonning shirkatlari bizning deb ayilib, masalan O'zbekistondami paxta chiqadi. Bizga o'xshash. Asosiy kirimi paxta. Bu ikkinchisi. Aşağının markalarini çaplab, Bingtonning paxtasini manda degan vaqtida Bingtonning mushu mahsulotlarini O'rta Osiyoga zavod qurib yoki Xitoy mesela Kazakistan'a, Özbekistan'a, Kırgızistan'a zavod kurup, yaki bir orunu setip elipla, paxtın ayarı pişiklap, pomidor kıyamını pişiklap, işlap ekiripla, şu yerninki zavodu kılıp, şu yerge yutkeş. Mesela bunu Vietnam'da kıvatıdı, Tayland kıvatıdı. Ama Vietnam, Xitayga karşı bir devlet. Aman Amerika taraf tuturadigan bir devlet. Şunun için Xitoy uchun ishonchlik emas. Ama O'rta Osiyo hozir Rossiyaningki Ukraina urushida patqoq petib qelishi, mag'lubiyatga qarab menishi O'rta Osiyoni mana degan vaqtida Xitoy tarafga o'tib ketishiga nihoyat bir cho'ng bo'sh bo'lib qoldi. Amerikaning bu yerda tirishyotidi, ama bu yerda yana bir masala var. Bununla chetishadigan. Nima uchun Amerika bu yerni özünün qo'yniga tortib butun akiranmaydi. Çünkü Amerika har qanday pul yordam bergan vaqtida u pulning hisobini beradi. Nega ishlatding, kimga ishlatding, anandan keyin yana birisi kishilik huquqni dafsanda qilishga ishlatgan bo'lsa, bu pulni davomlashtirmaydi, bermaydi bu pullarni. Mayli o'simsiz, o'simlik bo'lsin, mayli yordamga bo'lsin, mayli bankadan bergan qarz bo'lsin, hammasining mushundaq Amerika'daki demokrat devletlerinin bir çeklimleri var. Ama Xitoy berganda bu çeklimler yok. O'rta Osiyo'dagi bu devletlerin sistemisi teqi butunlay bir demokratiya yo'liga mengib, har qanday narsa ochiq bo'la oladigan bu darajada emas. Masalan, matbaa erkinligi yo'q. Hukumatga qarshi matbaalar bir kun yer tura olmaydi, turolmaydi. Bunda bir sharoitda Xitoy mesela bazılarımız anladık ama O'rta Osiyo'dagi qarindoshlarimiz bizdan yaxshi bilishi mumkin. Biladi, muqarrar. Xitoyning saqchilari ba'zi bir O'rta Osiyodagi davlatga mashinasini haydab kirib tutmaydigan adamini tutib, yerlik saqchining boshlig'i Xitoyning pulini qo'liga tutqizib qo'yib akitdi deydi chegaradan. Uni bir hukumatdan so'raydigan odam yo'q deydi. Demak, Xitoy bu yerda shunchalik bu pul orqali hukumatning tuvan darajadagi amaldorlarini hatto yuqoridagilarga pulni berdi. Sen uni nega ishlatsa, kimga ishlatsa, turini salamsa, adam o'ltiramsa, uni surishti qilmagandan keyin
bunda bir davlat sistemi demokratiya qurilmagandan keyin, uni nazorat qiladigan erkin axborot bo'lmagandan keyin, buning bilan bu davlatlar ashundaq o'ziga o'xshash diktator pulvalarga amroq bo'ladi. Ashlarga mayil bo'ladi. Shuning uchun meningcha iqtisodiy maqsadda emas, ama bu Sharq Turkistonning Xitoyning manfaati uchun saqlab qolish uchun bular shu paxta, pomidor, hattoki boshqa Bingtuanning mahsulotlarini O'rta Osiyo uchun orqali chiqarish bu ikkinchi buning ostiga ko'milgan bir yangichiligi ikkinchi menimcha Mashinray'ninki kelishimi bu O'rta Osiyo'niki bilan. Uchinchisini men yana birisi buni muhim deb qarayman. Uchinchisi bo'lsa Xitoy Rossiyaga yordam qilishga urinyapti, beryapti. Ma'lum darajada qurol berganligini Amerika aniq bo'lyapti. Ama buni yoshirish kerak. Xitoy chunki hozirgacha har qanday so'z qilsa mujmallik xalqarani aldayma deb mingyapti. Xuddi Rosni betaraf turgandek. Shuning uchun Sibiriya tarafdan avvalsa, masalan, poyezdlarga selib. Chunki Sibiriya bilan Xitoyga, nima, Rosga bevosita chegara bo'lgandan keyin Amerikaning ko'zi u yerda aniq qarab turdi. Shuningga bu osonlar ko'rinib qoldi. Dengiz tarafdan mangsa har qanday paraxotini Amerika kuzatib tura oladi. Ama O'rta Osiyo orqali mangsa azroq ta'sirrak. Shuning uchun balkim Qozog'iston, O'zbekiston orqali, Qirg'iziston orqali bo'libmi ham Rusga, ham Xitoyga bakarak yelindigan Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston bunda davlatlar orqali qurolni bersa Rusga balkim uni ma'lum darajada yoshira olishi mumkin. Masalan, balkim bizning tanishuvchilar ko'rurmanlarning ichida jiqlar anglagan bo'lishi mumkin. Bir 3-4 yilning oldida bir xabar chiqdi. Tojikistonninki Afg'oniston bilan tutishadigan chegarasida Xitoyning askarlari charlaydiganligini ma'lum bo'ldi. Xitoy askarlari hatto tanklari bilan kirib, shu yerni charlab yurganligi. Demak, Xitoyning askari bu yerda mavjudligi bor. Shuning uchun shu yo'llar orqali buni kirgizish balkim bu uchinchisi ham hozirgi navbatda eng muhimining birisi. Chunki Xitoyninki men oldin qitimki bizning programmada azroq deb kaynida o'zim unutib qolibdim. Bir narsa bor. Xi Jinpingning bu qitim Putin bilan ko'rishganda balkim Putinninki bu urushni davomlashtirib kelar yilninki yil oxirigacha, ya'ni Amerikaning saylimigacha patqa petib qolsa, shu vaqtcha turib tursa, Xitoy ikkinchi urush maydonini ichishga bergan va'dasi bor bo'lish ehtimoli nihoyat cho'ng. Jiqlar deydi, Xi Jinping patqa petib qolgandan keyin uningdan ansirab urush qilmaydi deydi. Ammo tunugin bir nakin Amerikaning gazetida bir cho'ng xabar, Foreign Affairs deyman. Cho'ng bir parcha maqol chiqdi. Xi Jinping urush qilma degan so'zni degan vaqtida xalqaro buni astoydil urush qiladigan deb bilishi lozim deb chiqdi bu maqola. Chunki Xi Jinping hozir urushga tayyorlik qilinglar deb ochiq da'vatidi. Shuning uchun mening farzimda bu kelar yil oxiri Amerikaning saylam taze keskin bir ishki bölünüş vaqrashqa kelgan vaqtida boshlanishi mumkin. Shuningga Rosni shu vaqtcha turib tursang, men mayaqda yana bir urush maydoni açsam, Amerika hasraydi. O vaqtida sen undan keyin tayyorligingni azroq hozircha tayyorlik qilib turib, qayta hujum qo'ysang, Ukrainani sen olsa, Tayvanni men olaman degan manda bir narsa bo'lishi mumkin. Chunki Xi Jinping Putin bilan xo'shlashib mangan vaqtida degan bir gapi bor. 千年不遇大变局，我们要联合deydi. Aşında bir gap. O demek yo'g'ini bu burun Li Hongzhang degan Manchungninki bosh ministri ishlatgan so'z. 1000 yilda bir keladigan
çoğun dünyavi özgürüş fırsat deydi. Özgürüş fırsat deydi. Bu fırsat qanchalik dünyavi özgürüş qanda bo'ldi deganda, agar Xitoy Tayvanni olsa, Amerika Tinch okeandan chekinadi. İpli qalsa Tinch okeandan chekinadi. Osiyo Xitoyning qo'liga qoladi. Undan keyin mayaqdan Rus Ukrainani olsa, Yevropa Rusninki mushtasida ingraydi. Bu demek bu mana haqiqiy dunyoviy bir cho'ng o'zgarish bo'ladi. Shuning uchun menimcha Xi Jinpingning degani shu bo'lg'ashqa bu yerda machineryning baga vaqtida, chunki Xi Jinping berib ular bilan deysa dunyoning diqqatini qo'zg'aydi agar berib Qozog'iston bu bilan. Bu nimaga bor deydi. Machinerydak bir ham ishonchlik ham bak yuqori emas bo'lgan eng yuqoridagi 5-7'sinin birisi bo'lmagan bir adamning berishi bu yerda bo'libmi shu Rusga yordam berishiniki ba'zi bir nozik masalalarni yangning ichida yoshirg'ini bo'ladi. Masalan, Qozog'iston, O'zbekiston bularninki prezidentlari bilan sizlar uqmagan bo'linglar. Ko'zinglarni yumsanglar, biz chegaranglarni o'ssakli bo'ladi desa, menimcha ba'zilari manchi pul yordamni bersangiz biz ko'maganga solamiz deyish menimcha bek ijroq emas bu davlatlarda. Bir adamning gapi rost u davlatlarda. Shu odamning gapi bilan davlatning siyosati mang'idi. Xuddi Xi Jinping 3 yil to'sab bo'lib bir kechada hammani ichiyotganga o'xshash. Shu bir odamning gapi bilan mang'idi. Menimcha shu 3 masala eng muhim. Nimangizni mikrofonni ichib etding. Mikrofoni itilib qapti. O'zi taqilib qapti-ku. Bu yerda shu ehtimollik yo'qmi sizningcha? Masalan, hozir Rossiya Ukrainada urushga ketib qolgan vaziyatda Xitoyninki O'rta Osiyodagi Rossiyaning ta'sirini tozalab, texmo bu rayonda bo'lgan ta'sirini texmo kuchaytirishning bir fursati qilib foydalanish ehtimolligi yo'qmi? Yuqoridagi mulohazangizda bu vaziyatda fursatdan foydalanib emas, balki Rossiyaga yordam berib, ondan keyin o'zininki Tayvanga hujum qilish plani uchun texmo vaqt tutmoqchi degan qarashni ilgari surdingiz. Men yuqorida deganga o'xshash bu fursatdan foydalanib O'rta Osiyoni texmo bek chanqiliga elib olish, Rossiyaning ta'siridan texmo tortib olish ehtimolligi yo'qmi? Aldan ketimki programda üçümüz deganda men bir masalani dedim. Har qanday imperiya bo'lmaydigan davlatda u davlatning davlat ta'siri bo'ladi. Rayoni, ta'sir ko'rsatadigan rayoni. Yoki Amerikani agar imperializm desak, Amerikaning butun dunyoga ta'sir ko'rsatadi. Kichik davlatlarni kirib yig'ishtirib etib, almashtirib etib ketalaydi. Çoğunluk devletlerini cazaya alaydı. Caza arqılıq şu devletninki iqtisadi hatta pullarını pakal koyutalaydı. Bunu cık gördük. Angliya öz vaqtida o mu Cahangir'di? O mu dünyaya ta'sir gösterlaydı. Sovyetning mu dünyaya ta'sir dairesi vattı. Mesela şu Afrika'daki urushlarninki, Koreya urushi, Vietnam urushi hammasi şu Sovyetninki ta'sir dairesi. Şunundan. Endi Xitoy endi bosh ko'taryapti. Xitoyning ta'sir doirasi bormi? Ta'sir doirasi bor. Afrikada bor, Osiyoda bor. Afrikada hatto harbiy bazasi bor. Osiyoda bo'libmi eng cho'ng. Yevropada balkim birashki Sharqiy Yevropaning davlatlari va Xitoyninki azroq ta'sir ko'rsatadigan qolganlari asosan yo'q. Ammo Latin Amerikaga hozir qadama-qadam kiryapti. Masalan, Braziliya bilan xalq puli orqali hisobot qiladigan, bundan keyin dollar ishlatmaydigan ikki davlatning savdosida kelishim. Bu demaklik bu birinchi qadamda Braziliyaga ta'sir ko'rsatishga kirdi degan gapda bu. Endi Rusninki kelsak, Sovyetninki Rusning ta'sir doirasi bormi degan vaqtida Rusning ta'sir doirasi o'zining chegarasidan halqib ketamidi. Sovyetdan keyin, ulug'andan keyin
Rusning ta'sir doirasi askariga nega bora olsa, shu yerda ta'sir doirasi bor. Askari boramagan yerda ta'sir doirasi yo'q. Suriyaga askar avatdi, ta'sir doirasi bor. Ukrainaga askar avatdi, ta'sir doirasi bor, o'zining kontrol. Qozog'istonga askar avatdi, To'qayevga yordam qildi. Shu vaqtida ta'sir doirasi bor, askarni ochiq ketdi, ta'sir doirasi yo'q. Bu demaklik nima? Men nimani demoqchi deganda, bir davlat agar uning ta'sir doirasi askarininki tapini bilan munosabatli bo'lgan vaqtida, nani desa shu yerda bor, u yan dasiyamigan vaqtida, uning yo'q bo'lgan vaqtida bu davlatning ta'sir doirasi yo'q deymiz. Bu o'zining bu yerdagi masala ta'sir doirasining bo'lmasligida iqtisodiy kuchning yo'qligimi yoki inovatning yo'qligimi? İnovatning yo'qligi, iqtisodiy kuchining yo'qligi, harbiy kuchining ojizligidan derak berdi. Hamda qaytib kelib sizningki savolingizga bevosita javob bersam, bu yerda Xitoy nima uchun Rusdan bu yerda Rusning zaten ta'siri yo'q bu darajaga kelib bo'ldi. Shuning uchun Xitoy bu yerga mablag'ni jiqara qilsa, buni tatib akilalaydi. Hammasi o'zininki. Agar Rusni yo'lab turib kelar yili hamda mening farzimniki, balkim xato bo'lishi mumkin. Chunki biz Xi Jinpingninki qalbini bilolmaymiz-da biz. Yana bir odamninki ko'nglini bilish u dunyoda eng tasish. Ne mutaxassislarning xato chiqadi. Menga o'xshash ishdan sirtqi analizchining texmi ijroq. Ammo mening farzimda shu kelar yiliga agar yil oxirigacha turib Amerikaning saylimiga agar Tayvanni shu Xi Jinpingning kutganidek diktatorninki psixikasi bo'yicha Tayvanni Amerikaning saylam vaqtida bir haftalik vaqt bo'lsa, Amerika shu zaman askar chiqarib, qaror chiqaramay qolsa, Tayvanni bir haftada olmaydi. Tayvanni yeb bo'lgandan keyin O'rta Osiyo emas, butun shu Osiyo davlatlarining hammasi Rusning ta'siri emas, mening ta'sirimda bo'ladi deb hisoblaydi. Mana deganda, u vaqtida Rusmi hatto Sibiriya taraflaridan andish qiladi. Chunki Sibiriya tarafida bo'libmi, mana sharq shimol Xitoyninki hamda aslida Manjuriya, shuning tarafidagi shaharlarning ba'zi yerlarida hozir 50% ga Xitoy nüfusi yetib bo'lganligining gapi bor. Xitoy hozirgacha u yerdagi Vladivostok taraflarda Xitoy nüfusi eshib ketilgan. U yerlarni Xitoy zaten hozirgacha mening ziminim deb kelyapti. Shuning uchun agar Xi Jinping Tayvanni ivolsa, u O'rta Osiyodagi bu davlatlar shu zaman texmi Xitoy paras bo'ladi, Pokistonga o'xshash, İmran Xondek Xi Jinpingga payg'ambarlik ba'di deyishdan yanmaydigan yuzsiz sharmandalar texmi chiqdi. Shuning uchun Xitoy uchun u yerni hozir Rus bilan talishishning hech qanday hojati qolmadi, yo'q bunda deganda. Rus faqat agar Ukrainadagi urushni o'z kuchiga tayanib yengib, Qozog'iston, O'zbekistonga askar avataligida kuchi bor bo'lsa, Xitoy talishmoqda Rus bilan. Ama hazır menimce bu ta'sir doir Rus tugitib bo'ldi. Bo'libmi, Ukraina patqoqqa bosgan, betilgandan keyin bir necha oyning oldin, bir oymi, 2 oyning oldin ko'rdik O'rta Osiyo rahbarlari ko'rishgan vaqtida Tojikiston, Turkmanistonning deyman. Putinninki burniga qo'lini danglab turib, sen nima u bu deganda qattiq gaqiga ayollarni. Demak, u tugidi. Öz vaqtida Erdo'g'onni 15-10 minut saqlatgan Putin, Erdo'g'on qasdan kechikib keldimi uqmaymiz, biz ko'rdik-ku. Erdo'g'onni qanchalik tashnalik bilan saqlig'ini paranglashgan vaqtda Erdo'g'onning endi o'quvchidek gapini anglab o'taga ayolları. Bu demak, Rusning ta'sir doirasi yo'q. Xitoy uni biladi. Shuning uchun Xitoy uchun O'rta Osiyo Rus bilan talishadigan yer emas. Agar Xitoyning plani bo'yicha mangsa, Tayvanni olsa, Tinch okeandan Amerikani chiqarib olsa, Osiyo Xitoyning. O vaqtda Hindistonmi chegarasini talishayotgan yerlarni g'inqimay, balkim
bir amal qilayli sodlashayli bir o'tishi mumkin. Sharqiy Janubiy Koreya, Yapon bularni Xitoyga bosh egib akamsan deyishi mumkin. Shuning uchun bu naytı bir çoğun Xitayning tuzayotgan plani ham xiyaldayman men. Onunğa Amerika yol qo'ymaydi. Chunki Amerikaning yo'l qo'yishi Amerika o'zininki qavrisini qo'llaganlik bo'ladi. Hozirgi qo'llab Ben muşunun to'g'riliq misolni solmoqchiman. Gerçi temni azroq chetlaydik, lekin shunday qildim. Oyam siz faraz qilib mushu kelay Amerika saylan mezgilida Xitoy Tayvan hujum qilishi mumkin dedingiz. Bu Amerikaning Tayvanni qo'g'dash qonuni bo'yicha bo'lganda armiya avtomatik harakatga o'tolmaydi. Saylan bo'lish prezidentning buyrug'ini kutmasdan. Yo'q. Qayda bo'yicha hamda o'tolmaydi o. Lekin esimda var bir necha ayning oldida Amerikaninki Tinch okeandagi harbiy bosh qo'mondoni agar shunda bo'lib qolgan vaqtida biz o'z oldimizga harakat ib bora olamiz dedi. Demak, bu yerda hamda qayda bo'yicha Amerikaning qoidasi bo'yicha oldi bilan prezident parlamentga deyish kerak, parlament tasdiqlagandan keyin u urushga kirish kerak. Ammo lekin jiq urushlarda Amerika oldi bilan urushni e'lon qilib bo'lib, uningki parlamentga tasdiqlatkizdi. Mayli Bushning vaqtida bo'lsin, Obamaning vaqtida bo'lsin, bu doim shunda bo'lib kelyapti. Chunki urush minut, sekund bilan sanıldıgan keskin bir narsa. Onu o parlamentga qo'yib dattalash qilib bo'lib o'tib bo'lguncha 3 kun emas, bir haftami ketib To'g'ri, masalan, Iroqqa kirganda, Iroqqa kirganda, Afg'onistonga kirganda Amerika oldin qo'l soldi. Shunga yetarli vaqti bordi. E'lon qilib, vaqt berib, ultimatum topshirib. Ammo Xitoy Tayvanga chaqmoqsizligida hujum qilsa chog'da Amerikaninki sukut qilib turishi tashabbuskorlik huquqini qo'ldan berishi degan gap endi-ku. Shu. Shuningga menimcha Amerikaning bu jihatda tayyorligi bor. Birinchisi yana birisi harbiy jihatdan yana bir maqolani ko'rgandim. Masalan, uningda deyishida Amerikaninki masalan bosh qo'mondonligi bu Ukraina to'g'riliq bir suhbatdim deyishdi-ku deyman. Amerikaning bosh qo'mondonligi bu ilqi Pentagonga yoki olti burchak binoga bağlanıp qolgan emas. Amerika besh burchak binoga. Masalan, Amerikaninki Afrika komandasi bor. O ayrım bir. Avrupa bor. Markaziy komandasi yatırdaydı. O bor. Tinch okean ayrım. Shuningga bular hammasi o'z oldiga jiddiy ahvolda harakatga o'tish bu nemisi bor menimcha. Shuningga bo'libmi Tayvan masalasi kelganda menimcha ishki jihatdan bunda kelishgan agar ashunda hujum muqim isbot bilan dalillangan zaman shu zaman qo'g'dashga o'tish, aralashish menimcha bu tayyorlik birinchisi Yapon orqali ib bordi. Balkim hujum boshlanishi bilan Yapon aralashidi, Yaponga agishibla Amerika tangli kirish ehtimoli bu nayt cho'ng. Chunki Yapon hozirgacha da'vatqini Tayvan ish bo'lsa, Yaponda ish bo'lgan bilan tang biz Tayvanni qo'g'daymiz dedi. Yapon kirdi, urushga Amerikani o vaqtda parlamentdan tasdiq etmaydi. Chunki Yapon bilan Amerikaninki harbiy kelishim bor. Yapon hujumga uchirdi, Amerika o hujumga qatnashish kerak. İttifoqlashlar. Shuning uchun mana degan vaqtida balkim shu siyosat orqali Tinch okean bosh qo'mondonligiga o buyruqni tushirib qo'ygan bo'lishi mumkin. Yani şu harbiy stratejiya jihatini aytganda, navoda Xitoy Tayvanni chaqmoqsizligida elib, o'zininki bir qismi qilib jakolab bo'lgandan keyin u yerga qayta Amerikaning harbiy mudohala qilish imkoniyati yo'q deyarlikchu. Chunki Xitoy bir yadro davlati, Amerika yadro davlati, taktikali qurol bilan qo'g'dab qolinmagan ahvol ostida u chog'da aqotini mo'ljallash intayin qiyin. Shunga Xitoy uchunmi, Amerika uchunmi? Amerika uchun shu Xitoyning hujumini to'sib qilish
Xitoy uchun shu bir hujumdan tezlikda elib olish eng yaxshi tanlash bo'lishi mumkin endi. Hamda bu yerda yana bir masala bor. Masalan, hamda shaxsan men harbiy nemisi emas, Ha, tadqiqotchi emas. man Siz emas, ikkimiz hamda analiz qilsak, mening ko'rgan narsalarimda Tayvan bo'g'izlig'i Xitoyninki eng yaqin degan yerimi biri 200 mi dengiz chaqirim damdoq shunchalikka. Bu demaklik o'z vaqtida Ikkinchi Dünya urushida Angliyaninki nadin Fransiyaninki Normandiyaga chiqqan Amerika askarlari. Normandiya. Normandiyaga. Shu vaqtida Normandiyaga chiqqan vaqtida 10-20 mingdek askarni 1 millionga yaqin, 2-3 millionga yaqin askarni shu yerda yig'ib bir necha ay tayyorlik qilgan. Hamda Xitoy Tayvanni elishninki menimcha ikki usul. Birisi dengiz orqali cho'qim Tayvanga chiqish kerak harbiy paraxodlar bilan askarni yo'tkash. Yana birisi havodan tashlash. Havadan tashlash olsun yoki dengizdan chiqish olsun, butunlay Tayvanninki mudofaa sistemasini palash qilib o'tish kerak. Albatta Tayvanning ichida bir to'qay generallardan tortib hukumatning odamlari Tayvan Xitoyninki g'olchisi chiqyapti-da, odamni qo'rqitib. Lekin men ishonaman Tayvanninki armiyasi yana bo'lmadi deganda bir mudofaa sistemasini harakatga keltirib Xitoyning havodan dengizdan kelganini bir 2-3 soat to'sig'idek nemisi bor. 2-3 soat degan gap o Amerikaga nihoyatda yetarli bir vaqt. Yaponga bir yetarli vaqt. 2-3 soatda Yapon askarlarini o'tirliq aparalaydi, sistemlarini salalaydi. Amerika bütün kuchini shu yerga qaratalaydi. Agar bir kun Tayvanninki havo mudofaasi, dengiz mudofaasi agar bir kun chidab tura olsa, meningcha chidab tura oladi deb qarayman. O ichidagi munofiq xoinlarimi ularni buzib hammani vayrona qilib qo'yguncha bir kun ketishi mumkin. Undan keyin buningga unda jiq askarni yo'tkab mayli dengizdan bo'lsin, mayli havodan yo'tkash uchun Amerikaning hozirgi istixboroti biz o'ylaylik. Ukraynaga Rusning kirishdan burun Amerika qanchalik dedi. Kirido dedi. Hatta Rus askarni chekindirdi, oqiga yandi degan vaqtida Amerika yo'q, Ukrainaga kirido dedi. Shu vaqtida Xitoyning matbuotlarida Amerikani shanxo qildi. O bularning istixboroti mana yog'a aytyapti, poy aytyapti, Rusga askarni chekindiryapsa dedi. Oxirisi kirdimi? Kirdi. Bu nimani isbotladi? Amerikaning istixborot jihatda ustunlikda. Birinchi qo'l uchurg'i ilishgan degan gap. Shundoq. Shuningga Amerika hozir Xitoyning Rusga berayotgan qorallarini bilamda biladi ekan u. Hatto uningki qaysi shirkat berayotganligini biladi. Demak, Amerikaning bu Xitoyning istixboroti nihoyatda aniq. Shuningga agar Tayvanga hujum qilib qolsa Xitoy uni menimcha Amerika bir hafta emas, balkim bir ay burun askarining narish qilayotganligini, qaysi usuli bilan kirmoqchi bo'lganligini menimcha bular bilalaydi. Shuningga shaxsan men Xitoyni Tayvanni ola oladi deb qaramayman. Ammo tirish baqidu. Amerikaning hamda bir ojiz yeri shu saylam vaqtidan burun ko'rinib boqmagan, ammo oldin qitim chiqdi, bu qitim texmi kaskin bo'lib ketish ehtimolini faraz qilaman. Bo'libmi hozir hamma dunyoning xabari bo'ldi. Seshanba kuni yana ko'ramiz, qalaymi qanchalik bo'ldi. Shuning uchun Amerikaning bu siyosati bo'linishi ishki jihatdagi buni hamda meningcha Xitoy buni fursat deb biladi. Ojizlik deydi. Ammo meningcha hozirgacha bizning kuzatishimizda, shaxsan mening kuzatishimda Amerikaning bu sistemasi bunchalik qalaymiqanchiliklarni o'zi o'ngshalaydigan darajada yanıla. Hamda bu eg'irlashib menib qayaga berib to'xtaydi, buni bilmaymiz. Shaxsan men garchi kasbiy tarixchi bo'lmasam-mu, Rum tarixini o'qidim, Osmonli tarixini o'qidim, Angliyaninki imperiya
har qanday bir imperiya darajaga yetgan dunyoga xo'ja bo'lgan hokimiyat agar o'zini yaxshi tanishlamasa, oxirisi 100-200 yildan keyin, 200-300 yillardan keyin haqiqatan ishki jihatda o'zini tanishamagan vaqtida emirildi ekan. Hamda insoniyat bugungi taraqqiy qildi. Bu bunda bir neymidir qutula olamdi cheklimidan. Chamberakning ichidan chiqqani yo'q hozirgacha. Chiqqani yo'q hozirgacha. Shuningga chiqa olamdi, chiqamamdi. Endi Xudo biladi, biz inson har qanday bir narsaning xuddi biz ko'rganga o'xshash inson tug'iladi. Tug'ilgan kunidan tartib sanab o'zining o'ladigan kuniga mangimiz, hammamiz. Qaysi kuni bilmagan bilan xuddi Lutfulloh Mutallibninki she'risida aytgandek yırtılğanda kalendarning bir varaqi yoshlik kunidan yo'pirmoq. Yoshlik big'idan to'kiladi bir tal yo'pirmoq. Bir tal yo'pirmoq. Ha, shu yo'pirmoqni sanab mangimiz. Davlatlarmi Bağan siri menmi yeşim biriyege bağan siri şunu es qildim. Har qanday davlat, Jahongir olsun, diktator olsun, ularning mu shundaq hayoti bo'ladi ekan. Ba'zilarining bir azroq uzun bo'ladi ekan, ba'zilarining qisqa bo'ladi ekan, ammo cho'qim boshlanishi bo'ladi ekan, uning oxirishi muqarrar o'xshaydi. Shuningga ammo Amerikaning hozirgacha texi uningga meni shaxsan mening farzimda xeyli jiroq. Yana 100 yil yoki 200 yil bor deb qarayman. U vaqtcha insoniyat taraqqiy qilib bu chambarakni buzalaydiganga yo'l topa olamdi. Uni bilan Alloh uningda qas insonlarningki aqliga qaraymiz. Endi qaytib kelsak, Xitoy lekin Xitoy ashta o'ylaydi deb faraz qilaman. Xi Jinpingningki psixikasi bo'yicha mana Ross azroq tursa, kelar yilga men vaqt bersa, ben ikinci maydonni açsam, Amerika acizlaydı, kuchi yetmaydi deb o'ylaydi. Chunki buni mening bunda faraz qilishim Ikkinchi dunyo urushida men yana bir Gitler to'g'riliq bir kitobni tugatgan. Gitler Yaponiyaga to'xtamaydigini shu ekan. Amerikani so'rab kirsang bo'ladi, ikkinchi bir maydon ochsang bo'ladi, Amerika bilan u bu deb. Yapon shu xeyli vaqtcha yo'q, biz Amerika bilan bevosita to'qnashib qolsak, hamma ish tugaydi deb. Ammo eng oxirsida Amerikaga shilting otmasa bo'lmaydigan davr kelganda, masalan, o Havayga hujum qildi, Pearl Harbor. Shuning bilan urush haqiqatan ikki maydonga bo'ldi. Amerika Osiyoda ham Yevropada tang urush berishga majburlandi. Ammo shu urushnimi oxirisi yengdi. Bu yerda meni hayron qoldirgan bir narsa, nemishqa bu chog'da Gitler Yaponiyaga Amerikani urushga so'rab kirdi. Chunki maqsad Amerika Yevropaga yordam, Rossiyaning keyindagi yordam, Angliyaning keyindagi yordam shu Amerika. Agar u yerda bir urush maydoni ochilsa Osiyoda, Amerika Osiyoga ketib kelib, oyoqqa bagan o'ziga kelayotgan besimni azaytish uchun tarafni urush echish. Chunki bevosita Yapon kirib, Gitler tarafda turib, u Yevropaga berib urush bo'lolmaydi. Ammo yana bir maydon ochsa, Amerika u vaqtida mayaqqa asos bo'lib ketib, ammo shu vaqtida Amerikaga xeyli cho'ng tahdid bo'libdi-ku. Hatto Amerika Yaponning paraxodlari, harbiy paraxodlarimiz Los Angelesning yeniga yaqin kelib, shu yerlardami havo mudofaa tutishga Amerika majbur bo'lib, ammo tadrijiy holda Amerika o'zini o'ngshab, undan keyin yangdi ikkili maydonda, Yevropa maydonidami yangdi, Osiyo maydonidami yangdi. Xitoyni hamda mana deganda Amerika o'zi uni beqib bugungi kunga akab qo'ydi, hamda azroq badal to'lamay, uningdanmi yana bütün yangini bo'lmaydi, ammo u badal ham balkim oldin qitimqidan ig'irroq bo'lishi mumkin. Shuningga nayt dangsab turib mengyotidi har bir qadamni, ammo yengdi deyman. Buningga men ishonchim komil. Xitoy hech qachon diktator hokimiyat dunyoni so'rayolmaydi. Shu nima tarixiy nuqtadan qaragandami, ham real nuqtadan qaragandami, Amerikaningki afzalligi siz
izchil ta'kidlab kelgandek demokratik bir tuzum afzalligi bor. Xatolikni tuzab mangadigan bir mexanizm. Ama Xitoyda bu xil mexanizm yo'q. Shuning uchun Amerikaning siyosatlarının xatolash mumkinchiligi bor, ammo tuzilib minish mumkinchiligi texmi bak bor. Yani tuzutilish. Ama Xitoyning siyosiy yo'llariniki xatolash mumkinchiligi bor. Xatolashgandan keyin keyniga yanolmay texmi bak xatolash ehtimolligi bor. Mustabid diktatorlarniki bir oqibati shu. Chunki tuzutilish ular uchun xatolikni e'tirof qilishdan darak beradi. Xatolikni e'tirof qilish o'zining ulug'ligining emasligini isbotlaydi. To'g'ri, o'zining ulug' emas, muqaddas emasligini darak beradi. Shunga bularninki gumrohligi, vayron bo'lishi, ba'zida shu bir qatimliq xato qarori bilan lam bo'lib qoladi. Mushloqni aytgan chog'da yana Amerikaning mutlaq ustun deyishga bo'ldi hamda. Mayli sistema jihatdan, tuzilma, ideya, fikrlar jihatdan. Şu aşağılıkı Hitler'ninkini kitabını okusam bu bir Amerikalıkның yazganken mesela şer bir gepi var. Mesela Hitler öz vaqtida şu Çexning Sütland qismini ipoga vaqtida ondan keyin Avstriyani birlashtirib bo'lgan vaqtida o vaqtda Ikkinchi dunyo urushidan keyin bo'lsa shu Polsharga bir tanzikni nim qilib qo'ygan belli sherik ishiltirganga hozirgi Gdanskka deyishgan. Ashuning bilan agar Hitler to'xtab qolgan bo'lsa deydi, Yevropadagi nemis tarixidagi ulug' bir siyosat bo'lib balkim tarixda Yevropada bir cho'ng Germaniyaning shakllanishiga sabab bo'ladi. O vaqtda Yevropaning hozirgi tariximi boshqacha, balkim Sovetningmi o Sharqiy Yevropaga o ta'sirisi bo'lmasligi mumkindi. Sovet baldur g'ulab ketish ehtimolin bor deydi. Ama to'xtayolmaydi. Diktatorning yomon yeri shu. U mening bilan to'xtab qolay degan u narsa bo'lmaydi. Muvaffaqiyat bo'lgan sari, men ulug'kanman. Bu demak Hitler ashta deb tikamiz. Men ulug', men shuningga men har qanday qadam mansam yengibli mangaman. Menga Tangirdan shunda bir nima bor deb. Nima bor? Madad bor. Madad bor deb. Shuningga o'xshash har qanday diktatori o'zini mayli Xitoy o bizga o'xshash diniy e'tiqodi bo'lmagan bilan, ammo o'zini tenziraydi. Yana ularninkidimi shu Tangriqut. Tangirninki bizga bergan nemisi podshoh yoki diktator shu Tangirning o'rlashtirishi deydi. Bu xil ideya bilan mangdi. Shuningga o meningcha biz analiz qilgandek Xi Jinping balkim shunday bir fursatni kutyapti deb o'ylayman. Shuni yig'inchoqlab Machine Learningga uyaga berishidiki, mushu 3 nuqtani siyosiy nuqta qilgan deb qarayman. Xo'sh. Ko'p rahmat. Bizning programmamizni 1 soat berib qoldi. Men oxirida mushu bir savol bilan oxirlashtirib deyman. Bilginimizdek Xitoy Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik jinoyati sodir qildi va qilyapti. Bu tufaylidan Amerika, Yevropadagi bir qism davlatlar xususan bizningki rayonga mas'ul Xitoy amaldorlariga jazo bergan. Masalan, Chinchuanga jazo bergan. Undan boshqa yana bir ikki Xitoyga bir jazo bergan. Ismini unutib qoldim. Siyosiy qonun shujisi bor-ku. Nima de? Lodong Qashqarga Juhaylun. Juhaylun. Bularga jazo bergan. Anikina Tibetning hozirgi 8 direktori bo'lgan Wang Shujunmi, Wang Junshumi, Wang bir nima, shularga jazo bergan. Hozir hamda Xitoy mashin ro'yini almashtirib, ularni hamda shallayapti. Bu ma'lum ma'noda aytganda Amerika, Yevropa bilan ulug' tirkish o'rniga tulkiga o'xshash almashtirib bir o'ynagandek bir vaziyatni shakllantirdi. Endi bu Xitoyninki bu xil siyosiy aldamchiligi, siyosiy nayranmozligi bu davlatlarninki
bu rayonga qaratgan jinoyatchilarni jazolash, hech bo'lmaganda ularni bir xil xalqaroda cheklamaga uchratish tirishchanligini yo'qqa chiqarandi hamda. Yoki bu haqda mayli Amerika bo'lsin yoki Yevropadagi demokratik davlatlar bo'lsin, bu rayonga tayinlangan har qanday bir kommunist partiya amaldoriga qarata mushtaq ayrim bir buyruq chiqarish kerakmi, tush buyruqi yoki cheklash buyruqi. Mushlarniki taraqqiyoti qanday bo'ldi endi sizningcha? Meningcha buning taraqqiyoti hozirgi vaziyatga qaraganda azroq ostlab qoldi. Ammo parlamentda, masalan, Amerikaningki parlamentida bu nayt kuchlik hukumatga besim qilyapti. Men burunma deb keldim, demokratiyaning ikki partiyaning sho'ri yaxshi. O'qitish partiya shu hukumat injiqlaydigan masalani eng oldiga chiqaradi. Shuning uchun hozir Amerikaning parlamentida qaraydigan bo'lsak, kunda Xitoyni shu cho'qilab Xitoyningki ayıplash, Xitoyni to'sash, shu qonunlar birdan keyin o'tyapti. Bu qonunlar Amerika hukumatiga besim bo'ladi. Besim bo'lgandan keyin meningcha asta mangdi. Ammo hozir Mashinrini jazolash kerak degan bu ovoz, hatto Xi Jinpingni jazolash to'g'riliq talab yuqori. Ammo hozirgacha Amerika hukumat tarafdan hech qanday inkos yo'q. Bu yerda inkos yo'qning biri sababi Putin bo'lsa, xuddi Putinni nimaga apag'anga o'xshash xalqaro sudga. Putinninki patqaq ketib qolgani hamma odamninki tik turib uni ayblashiga madad bo'ldi. Ammo hozirgacha Xi Jinping tehi unda bir patqaqqa patmadi. Shuning uchun bu Rus bilan Xitoyni ayirib turib birdan yo'qitimiz degan taktikani qo'llanish uchun diplomatiya jihatdan Xitoyni yana tortimiz, Xitoy bilan suhbatlashimiz deyotdi. Shuning uchun meningcha bu hukumat o'tib ketguncha yana bir saylangacha Mashinrini hamda kirgizishga tirishimiz Uyg'urlar eng muhim. Ama kirgizalamdoq uqmayman, bir nima demak tas. Bu yerdan İlşat sizning bilishingizcha qonuniy jihatdan shundoq bir qonun chiqarish mumkinchiligi bormi? Jazolash qonuni. Masalan, Şinjan Uyghur Abdum rayonluq partiyasında kim sekreter bo'lsa, masalan, jamoat nazoratidagi kim nazir bo'lsa, andagi siyosiy qonun komitetiga kim shuji bo'lsa, shuni avtomatik kirgizalaydigan. Bu menimcha bo'ladi. Bo'lmaydigan ish yo'q Amerikaningki parlamentida. Parlamentdan ashunda bir qonunni biz tirishib, ammo Uyg'ur tashkilotlari parlament a'zolarini bo'libmi hozir nayt yaxshi vaziyatdayman men. Safarbarga shunda bir fikrni bersak, ular bir uni qonunlashtirib parlamentdan o'tsa, parlamentning hozir ishkilisi Cumhuriyetçiler taraf asosan hamda Senatda azroq ojiz. Ammo Avam palatasida nayt kuchlik Cumhuriyetçiler. Ham Cumhuriyetçiler hozir nayt aktiv Xitoy qarshilikda. Bunda bir qonunni o'tkazsa, meningcha ishkilisidan o'tib ketadi. O'tib ketsa prezident uningga imzo qo'ymay amal yo'q. Bu bo'ladi, mumkinchiligi bor, ammo sınaş gerek, ko'rish kerak. Shuningga hozirgi Xitoyninki ma'lum mashinani almashtirishi, lekin boshqa amaldorlarni o'tkazib o'tishi yoki tuvan darajaga tushirib qo'yishi bu bir bo'shliq yaratuvchi Amerikaninki jazosidan qochish uchun. Shunga Amerikadagi Uyg'urlarninki, Uyg'ur faoliyatchilarininki, Uyg'ur qurultiyi yoki boshqa tashkilotlar bo'lsin, shu Amerika parlament a'zolariga mushkil yutuqni, balki ularga to'lib ketganda hamda buni yetkazish mumkin deb o'yladim. Bo'lmasa yana almashtirib o'ynash orqali jazo qutuladi-da. Shunda bo'ldi. Xitoy shunda taktikalarni o'ynayotdi.
Ama Machinery'ninki ismini belirledik. Xi Jinping'nin ismi mi, hatta siyasi bürosununki bazılarının ismi mi berilganligi ben bilmem onu cezalashqa. Hazırgacha o'tmadi. Siz degandek manda bir qonunninki avtomatik bo'ladigan bunda bir qonunni hamda men bilmedim. Ya tashkilotlar o'ylashib uni qilib baqqanmi uqmayman. Men bu kongresslar men bak chiqib qilmagandan keyin. Ama bu o'ylashbaqsi bo'ladigan bir yaxshi nima. Mencha ama mushu hukumat kelar yilgacha bak cho'ng mushundaq varang churong Xitoy qarshi nayti kuchlik ovoz bilan mangidi. Şirketlerini jazo tizimiga kirgizdi. Ama shaxslarni Xitoymi padazlab minishga boshlagandan keyin kirgizish bo'libmi siyosiy byurolarninkini meningcha yangi bir hukumat almashmagicha cho'ng o'zgarish bo'lmamdiki deb qarayman. Ondan keyin bu siyosiyonlarninki degini bilan masalan tunugin ko'rib men bir xil afsuslandim ama o'ylab yetgan Anvar Ibrahim Malayziyaning bosh ministri. Malayziya bosh ministri. O sakniga chiqishning oldida esimda bor qurultayga vakil bo'lib men Ömer Qanat, Turg'unjon Alov Najim uchimiz baga vaqtimizda ayoli ko'rishdi, voy biz sizlarni qo'llaymiz dedi. Shunda qizg'andim. Shu vaqtda ayoli yordamchisi bosh ministrninki Muhammad Mahadirninki. Anvar Ibrahim kendi bizilmi, bultovmi Ömer Qanatlabadi yani ko'rishdi yan taraflardan. Tek baş minister bo'lmaganda boshqa tashkilotlar ko'rishdi, so'zlashdi, hammasida nayti keskin yaxshi gap qilgan. Ama tünügen Xitoyga beribdi. O Xitoyning ishi deb yeni keldi. Bu mana shu siyosat degan shu. Siyosat degan yüzsüzlük. Siyosat deganninki yüzsizligi, yuzi qo'ngning farqi yo'q deydiganimiz shu. Chunki har qanday siyosat sirtida o'tagan vaqtida hokimiyatninki u hamma gapni qila oladi. O'rtirib hammani so'zlay oladi. İşçiga kirib o'rindiqqa o'tag'andan keyin qarasa u dunyo u sirtidagi u ko'rgan bilan osmon zamin cho'ng farq. Bezni bosib tez shuningga u davlatining hem uninki Beijing'dan almoqchi bo'lgan narsalari bor. Albatta shundoq. Kuala Lumpurda sizlar bilan rasmga tushib bir uchur berdi. Yana bir uchur berdi. Onu hem de şu sakniga chiqib bo'lguncha u Uyg'urlar bilan ko'rish har xil va'dalarni bergandiki uni Xitoy kuzatib kelgan. Shundan sakniga chiqqandan keyin uni taklif qiladi, kelgandiki ma'noni olsang mana ama to'g'riliq bizga ozroq gap qilishar degandan keyin voy qo'jam bo'ladi deydi. Shuning bilan bu siyosat degan shu. Shuningga mening doim Uyg'ur qarindoshlarga deydiganim birinci özümüzün küçüğü tayinişimiz gerek. Balıcılığımızda ala amçek bamaydı deydigan yana at sözümüz var. Şunun için jığlaşamaz hazır biz. Bizge yardım kısa özgümü bir menfaat, xalqaranın tinchlig'in menfaat ekanligini tonuşturup to'xtamay ovoz chiqarishimiz gerek. Jığlaşning maqsadi yalvurish emas, xalqning diqqatini qo'zg'ash, nima uchun yig'layotganning sababini bildirish. Bu muhim hamdi. Ama ilki ümitni voy ma va'da bu chiqsa bizning hayotimiz, taqdirimiz o'zgardi. Bu eng cho'ng ahmoqonlik bo'ladi. O sakinning teshida turib, siyosatning bergan va'dasi çünkü ularning hech qaysi Malayziyaning prezidenti, bosh ministri, Malayziyaning bosh ministri, Uyg'urning bosh ministri emas. Amerikaning prezidenti Uyg'urning emas, Amerikaning prezidenti. Buni bilishimiz kerak. Angliyaning bosh ministri bo'lsa, u Angliyaning bosh ministri. Biz Uyg'ur davosining bosh ministri emas hech qaysi bularning. Shuning uchun ular chiqqandan keyin ularning oldida birinchi ko'rindigini shu davlatining manfaati. Onundan eshib qolsa bizga keladi. Shuning uchun mening to'xtamay qarindoshlarga beradigan tavsiyalarim siyosatlarga anglitimiz va aldamchi bugunning hammasi gapimizni ochta deydi deb tashlab olsak, vaqtda texim cho'ng xatolashimiz. Yana
Şu Enver İbrahim'ni yana izleş gerek. Sen burun manda degendin, ayağı bir manda depse, bu nemi kıgının? Ha bizni ümitsizlendirdin. Sen mi bir Müslüman go? Kene itikadın, kene imanın dep kıstap apırıp şu arkalık eğer biraya yaladın bir menfaat, mesela halkara sakinlerde Uygurlar için avaz berdiğin kişilik hukukta manın da bizge avaz bergin. Anı bir manda nim kıldırgan gibi olsun mu? Dep yanı davamlaştırış gerek. Herkes Enver İbrahim manda dedi o bir münafıkya, hainke bizge yüz ördü. Dep onu ayıplap tılap kessek ulanın hiç demesiga O çağda özümüzdeki kozurluk kıymetinden mi faydalanmagan buluruz? paydalanmaymiz. Şunun için menin qarindoshlarga aytganim xalqaro sahnasida o'ynashni bilish kerak, yaxshi analiz qilishimiz kerak. Ümitni onunga buningda kutgandan birinchi Allohdan tilash kerak, duo qilish kerak, qudrat so'rash kerak, kuch madad so'rashimiz lozim. Onundan keyin o'zimizga ishonishimiz lozim. Bo'libmi oldin ketim misol nima keltirib berdim. Yaratquchining duo qilishning qanchalik muhimligini. Uningmi nayti qiziqarli, ama nayti muhim bir nimada. Shuning uchun biz har qanday vaqtida birinchi yaratquchidan, uningdan qolsa o'zimizga ishonishimiz lozim, o'zimiz harakatga o'tishimiz. Uningdan keyin qalaymiqan boshqa davlatninki siyosatlardan ümit kütüp ulanın koynuğu özümüzünü itip etip ulan mullagaz tang mullag etip ketişinin aldını elişimiz lazım. Rahmet menimce hayli yeterlik oldu. Sizga rahmat, nihoyat yaxshi tarafliq mulohaza qilib berdingiz. Hurmatli qarindoshlar, bugungi programmamizni bu yerda oxirlashtiramiz. Ba'zilar O'rkash davlat efendim chiqmoqchi ekan, chiqmoqdi deb so'rabdi. Programmaning oldida eslatib o'tganimizdek, O'rkash davlatniki safar planda o'zgarish bo'lib qolganligi uchun qatnasholmadi. Alloh xolsa kelay haftalarda biz shu chiqqan e'londagi mazmunlar asosida bir programma qilmoqchi. Shu vaqtda qaytadan xabar qilamiz. Hammalarninki Ramazonda kunlaringlarning o'ngishli, ishlaringlarning o'ngishli bo'lishini, ibodatlaringlarning qabul bo'lishini tilaymiz. Allohga emanet.